Demak, navbatdagi darsimiz. Bugungi darsimizda geolokator package haqida gaplashamiz. Bu packageni populyarnostdan ham ko'rish mumkinki, anchagina ommabop packagelardan hisoblanadi. Xo'p, demak, bu packageni xususiyatlariga keladigan bo'lsak, taksi ilovalarida juda ko'p ko'rganmiz. Foydalanuvchini joriy joylashuvini olib berish xususiyati mavjud va xuddi ana shu xususiyatni Flutterda ushbu package orqali qilishligimiz mumkin bo'ladi. Ya'nida foydalanuvchini real vaqtdagi joylashuvini olishligimiz mumkin bo'ladi va undan keyin oxirgi olingan joylashuvni eslab qoladi va o'sha oxirgi olingan joylashuvni ham qaytarib bizga berishligi mumkin bo'ladi. Va bizda Android sistemada ham, iOS sistemada ham xavfsizlikni ta'minlash uchun har bir ilova birinchi navbatda joylashuvni olishlikdan oldin foydalanuvchidan ruxsat so'rashligi kerak. Ana o'sha ruxsat so'rashlik imkoniyatiga ega bo'lamiz foydalanuvchidan va ruxsat olinganmi yo'qmi statuslarini ham tinglab turishligimiz mumkin bo'ladi. Va eng yaxshi xususiyatlaridan biri ikkita manzilning o'rtasidagi masofani metrda ham hisoblab berish imkoniyatiga ega ushbu package. Va yana bitta narsa, bizda GPS degan narsa bor, ya'nida Androidda ham, iOSda ham alohida sistemani o'zidan o'chirib yoqishlik mumkin bo'ladi uni sozlamalardan kirib. Va ana shu GPS o'chirilganmi, yoqilganmi buni ham package orqali tekshirishimiz mumkin bo'ladi va mana shu imkoniyatni beradi ushbu package. Agarda bizda GPS o'chiq bo'ladigan bo'lsa, biz joylashuvga ruxsat so'ra olmaymiz. Va mana bu yerdan boshlaymiz. Android va iOS uchun konfiguratsiyasini to'g'rilab olishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, Gradle Properties ichiga kirib, mana bu ikkita qiymatimizni true qilib qo'yishligimiz kerak bo'lar ekan. Bu yerdan mana Android ichiga kiradigan bo'lsak, o'zi default holatda ham bu true turadi. Agarda sizda bu qiymatlar yo'q bo'lsa yokida false bo'ladigan bo'lsa, bularni o'zgartirib qo'yishligingiz kerak bo'ladi. Compile SDK'miz 35 ta turishligi kerak ekan. Biz o'tgan darsda buni 35 ga qo'yib qo'ygandik. Va mana 35 ta turibdi. Va ushbu ikkita permissionni qo'shib olishligimiz kerak bo'ladi. Biz joylashuvni olishlik uchun ushbu ruxsatlar kerak bo'ladi bizga. Men ichida mana Android manifestda o'zi menda oldindan qo'shilgan bu. Mana o'rniga ham qo'shib qo'yishligim mumkin. Mana applikasiyani ustidan qo'shamiz. Undan keyin agarda biz joylashuvni background holatida ham tinglamoqchi bo'lsak, buni qo'shishligimiz kerak deyapti. Bizga backgroundda ham, foregroundda ham hozircha kerak emas. Va Android uchun bo'ldi. Endi iOS uchun konfiguratsiyasini to'g'rilab olamiz. iOS ichida runnerda info.plesga mana buni qo'shishligimiz kerak deyapti. Xo'p, mana bu yerdan boramiz, mayli. Mana iOS ichida bizda mana runner bor, runner ichida bu yerda info.ples bor. Mana info.plesda eng pastga kelaman-dan keyin, mana shundan keyin buni tashlab qo'yaman. Va mana bu yerga biz o'zimiz so'z yozishligimiz kerak. Ya'nida foydalanuvchidan joylashuvni olishligi uchun ruxsat so'rayotganda uni nima uchun bu ruxsat bizga kerakligi haqida ogohlantirishligimiz kerak bo'ladi. Va bo'ldi. Endi bizda mana bu yerda aytayotgani, agarda bizni ilovamiz backgroundda ishlamaydigan bo'lsa, qo'shimcha tekshiruv talab qilmasligi uchun yokida ilovamizni App Store'ga chiqarayotgan vaqtida qo'shimcha ma'lumot bermasligimiz uchun bizda mana buni qo'shib qo'yishligimiz kerak. Bu bizda ilovamiz backgroundda ishlamasligini bildiradi va ortiqcha ishni oldini oladi. Buni Xcode'dan o'tib qo'yishlik kerak. Agarda sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'shib qo'yishligingiz kerak bo'ladi. Va endi xuddi shuni teskarisi, agarda bizning ilovamiz background holatda joylashuvni tinglashga urinsa, o'sha vaqtida bu kod qismini qo'shib qo'yishligimiz kerak va nimaga backgroundda biz joylashuvni olishligimiz kerak bo'layotganligini foydalanuvchiga tushuntirib ruxsat so'rashligimiz kerak bo'ladi. Va iOS qismi ham shu bilan konfiguratsiyasi tugaydi. Undan keyin qolgan kod qismi boshlanadi va mana bu yerda ushbu packageni asosiy kod qismlarini, funksionalliklarini to'liq ishlaydigan kod misolini ko'rsatgan. Buni olib umumiy bitta ishlatib ko'rishligimiz mumkin yokida alohida har bitta qulayligini o'zimiz ishlatib test qilib ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Unda boshladik. Agarda biz o'zimizni joylashuvimizni topmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda joylashuvimizga ruxsat bormi yo'qmi shuni tekshirishligimiz kerak bo'ladi. Va hozir shuni qilib ko'ramiz birinchi navbatda. Mana floating action buttonda location permission type'ida
permission check deb ochishligimiz mumkin o'zgaruvchi va unga evet qilamizda. Geolokator manda package o'rnatilgan. Sizlar o'rnatib olishlaringiz kerak. Bu yerda biz mana check permission qiladigan bo'lsak va funksiyamizni ham assign qilib ishlatadigan qilishligimiz kerak bo'ladi. Va undan keyin mana shu funksiyamiz ishga tushganda mana bu check permissionga bizning ilovamiz ruxsat olinganmi yo'qmi xabari keladi va o'sha xabar asosida biz tekshirib keyingi amallarimizga o'tishligimiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda permission check teng bo'lsa location permission mana bu yerda holatlari bor, ya'ni ruxsat berilgan, hali ruxsat so'ralmagan, ruxsat butunlay rad etilgan va bir marta uchun ruxsat berilgan holatlarimiz bor. Bizda ikkitagina holatimizda ushlashligimiz kerak. Ya'ni ruxsat berilmagan yoki ruxsat butunlay rad etilgan bo'lsa, shu vaqtida ruxsat qayta so'rashligimiz yoki foydalanuvchini sozlamalardan o'tib ruxsatni yoqishligi kerakligini ogohlantirishimiz kerak. Qolgan barcha holatlari bizda muvaffaqiyatli hisoblanadi. O'sha vaqtida shulardan tashqari holatlarimizda biz bemalol joylashuvni olishligimiz mumkin bo'ladi. Va biz denied qilamiz va shu vaqtida ruxsat so'rash va else qilamiz. Agarda permission check teng bo'lsa location permission denied forever bo'ladigan bo'lsa, bizda foydalanuvchi butunlay ruxsatni rad etgan bo'ladi. Agarda bizning statusimiz mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, biz foydalanuvchidan endi qayta ruxsat so'ra olmaymiz, faqatgina unga dialog orqali ogohlantiramiz yoki sozlamalarga yuborib, sozlamalardan ruxsat berishligini talab qila olamiz. Boshqa holatda bu ishlamaydi. Mana sozlamalarga yuborish deb qo'yamiz. Xo'p, mana shu ikkita holatimizdan tashqari biz endi ruxsat so'rashligimiz mumkin bo'ladi. Position type'da user position deymiz va bu ham evet bo'ladi. Get current position mana oladigan bo'lsak, foydalanuvchimizning joylashuvi mana shu bo'ladi. Shu orqali olishligimiz mumkin bo'ladi. Va endi mana bu yerdan kelib, agarda bizda hali ruxsat so'ralmagan bo'lsa, ruxsat so'rashligimiz kerak bo'ladi. Va location permission qilamiz va buni tenglaymiz. Geolokator nuqta mana request permission qiladigan bo'lsak va buni evet qilib qo'yamiz. Va mana shu holatimizda bizda ruxsat so'raladi, ya'ni foydalanuvchi joylashuviga ruxsat berishligi kerak bo'ladi va u uchun dialog oyna ochiladi. Va biz mana shundan keyin yana tekshirishligimiz kerak bo'ladi. Foydalanuvchiga oyna ochilgandan keyin u ruxsat berdimi yo'qmi? Agarda ruxsat bergan bo'lsa, joylashuvni olishlik amalini bajarishligimiz mumkin bo'ladi. Ruxsat berilmagan bo'lsa, qandaydir xato chiqarib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Sozlamalarga yuborishlik uchun evet qilamiz va geolokator mana open settings bor yoki open location settings bor. Bu shunchaki sozlamani ochib beradi. Bu GPS ni sozlamalarini ochib beradi, ya'ni location'ni sozlamalarini ochib beradi. Shuni yozib qo'yishligimiz mumkin va men bitta run qiladigan bo'lsam va mana ilova run bo'lgandan keyin birinchi navbatda mana bu yerga bitta print yozib if yuqorisidan permission check tekshiramiz va endi buni tozalab tashlab bosadigan bo'lsak, mana denied dedi, hali ruxsat so'ralmagan va bizga mana ruxsat so'rash dialogi ochildi. Va bu yerga qaraydigan bo'lsak, biz yozgan boyagi tekstimiz ham xabar sifatida chiqdi qo'shimcha. Va agarda biz hozir ruxsatni rad etadigan bo'lsak, denied forward bo'lib qoladi va keyin faqatgina sozlamalardan o'tib yoqsakgina ruxsat so'ray olamiz. Shu uchun biz hozircha faqatgina shu safar uchun ruxsat berishlikni bosamiz. Va endi ruxsat berilgandan keyin men yana bir marta bosadigan bo'lsam, yoki mana bu yerdan kelib print tashlaymiz. Va endi bitta bosadigan bo'lsam, mana bizning hozirgi joylashuvimizning
latitude va longitude'larni olib berdi. Bu narsalar nima ekanligini biz o'tgan darsda gaplashgandik. Get current position hozirgi joylashuvimizni real vaqtda olib beradigan bo'lsa, bizda yana bitta get last no position bor. Bu faqatgina bizdan null keladi. Bu qachon ishlaydi? Agarda biz birinchi marta joylashuvni olganimizdan keyin o'shani eslab qoladi va ikkinchi safar buni ishlatadigan bo'lsak, bu birinchi olgan joylashuvimizni eslab qolganligi hisobidan o'sha ma'lumotlarni bizga qaytarib beradi. Shu sababli ham null kelib qolishligi mumkin. Nima uchun deydigan bo'lsak, agarda hali birinchi marta ma'lumot olinmagan bo'lsa, bu bilan olishlikka harakat qiladigan bo'lsa, o'sha vaqtda null kelib qolishligi mumkin va mana bosadigan bo'lsak, mana olib berdi bizga. Va xuddi shunday ma'lumot olishlikda buni joyiga qaytardim. Biz biroz sozlamalar qo'shishligimiz mumkin. Bu narsa location settings bor edi, mana settings va location settings qilamizda. Location settings ochib, mana buni ichiga location settings ni bera olamiz. Va bu location settings ichiga qaraydigan bo'lsak, mana time limit bor. Bunga time limit berishligimiz mumkin. Va time limitga duration qilib millisekundga 30,000 berib qo'yadigan bo'lsak, mana shuncha vaqtda so'rov bajarilmaydigan bo'lsa, bizga exception qaytaradi. Ya'ni biz internet o'chib qolgan vaqtida ishlatishligimiz mumkin bo'ladi. O'sha mana shuncha vaqt ichida so'rov kelmaydigan bo'lsa, so'rovni to'xtatadi. Va undan keyin bizda accuracy bor. Duration ichida. Va bu location accuracy oladi. O'zi defaultda best turadi. Best degani o'rtacha. Bu nima deydigan bo'lsak, bu bizni joylashuvimizni aniqlashda qanchalik aniq joylashuvimizni topishlik uchun xizmat qiladi. Ya'ni-da biz buni eng pastga qo'yishligimiz mumkin yoki-da eng balandiga ham qo'yishligimiz mumkin. Agarda buni qancha baland qiladigan bo'lsak, joylashuvimizni aniqlashlik shuncha aniqroq bo'ladi, lekin bizni ortiqcha zaryadimizni yeyishlikka, ya'ni-da ortiqcha resurs sarf qilishlikka olib keladi. Quvvatni ko'p ishlatishligi mumkin bo'ladi. Va bu narsadan ogohlantiraman, agarda bizni ilovamiz ayniqsa iOSga, Apple'ga, iOS sistemaga ko'proq nagruzka tushiradigan bo'lsa, bosim tushiradigan bo'lsa, yoki-da quvvatni ko'p yeydigan bo'lsa, iOS buni ogohlantiradi va App Store'ga qo'yadigan vaqtimiz ham o'zi bu narsani ogohlantiradi. Sani ilovang juda ko'p resurs talab qilyapti yoki-da zaryad yeyapti deb. Bu narsalar muammo olib kelishligi mumkin. Shuni o'zimizga qarab, vaziyatimizga qarab ishlatishligimiz kerak bo'ladi. Yana asosiy narsalardan biri qolib ketibdi. Biz GPS ni yoqilganmi, yo'qmi tekshirishligimiz kerak bo'ladi. Agarda GPS bizda o'chov bo'ladigan bo'lsa, biz joylashuvni ola olmaymiz. Androidda agarda GPS o'chov bo'ladigan bo'lsa, appni o'zidan turib yoqishlikni so'rashligimiz mumkin. iOSda bu narsani iloji yo'q. Faqatgina foydalanuvchining o'zi nastroykalardan o'tib, o'zi qo'li bilan yoqishligi mumkin. Bu uchun yana bitta mana bularni hammasini o'chirib turishligi mumkin. Vaqtdan yutishlik uchun va bizda bol qiymat bo'ladi va GPS enable deb qo'yaman. Bu ham evet bo'lishligi kerak. Geolocator nuqta mana as location server enable bo'ladi va buni print qiladigan bo'lsak, bizda iOSda, ya'ni iOSda deganim hozirgi meni emulatorimda bu o'chirsam ham, yoqsam ham turi ko'rsataveradi. Siz real device'da buni sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana hozirgi holatimizda bizda turi turibdi. Va endi biz ikkita manzil o'rtasida masofani ham hisoblab ko'rishligimiz mumkin bo'ladi ushbu package orqali. U uchun men mana bu floating action buttonini bitta roga ura olaman. Double type'da geolocator nuqta distance between bor. Mana bu yerda birinchi manzilimizni lat longlarini va ikkinchi manzilimizni lat longlarini beradigan bo'lsak, bu bizga ikkalasining o'rtasidagi masofani aniqlab beradi. Misol uchun biz hozir mapga kirib turib
Toshkent bilan Samarqand o'rtasidagi masofani aniqlamoqchi bo'lsak, Samarqandnikini oldim va birinchisiga qo'yamiz. Ya mana o'zi. Ikkalasi tushib oldi. Undan keyin bizga Toshkentniki kerak bo'ladi. Buni ham kopiya qilib mana bu ikkalasini o'rniga tashlayman. O'zi o'rtasida vergul bor. Akras joyiga tushdi. Undan keyin shu yerdan bitta print tashlab turib distans qiladigan bo'lsam va bu hozir bizda metrda chiqaradi. Mana xuddi shuni metrda ham ko'rishligimiz mumkin yoki-da agarda buni bo'ladigan bo'lsak mingga kilometrda chiqarib beradi. Va endi bosishligim mumkin. Mana da qaraydigan bo'lsa 268 kilometr deb chiqarib beryapti. Va menimcha ham to'g'ri bu hisobi. Va bu eng qizig'i metrlargacha olib beradi. Va bizda yana bitta narsa bor. Mana bu qismimiz. Bu bizda joylashuv xizmatlarimiz telefonimizda yoqilganmi, o'chirilganmi tinglab turishlik uchun kerak bo'ladi. Men hozir emulyatordaman. Buni bajarishlik biroz qiyinroq. Shunchaki buni olib turib tashlab turib GPS ni o'chirib yoqsanglar va bu qiymatini o'zgarayotganligini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi.